Hammaga salom. Bu video adashmasam 2 kun oldin Rossiyada sodir bo'lgan hodisa haqida. Rossiyalik bir yigit maktabda 10 yoshlik tojikistonlik go'dakni pichoqlab o'ldirib qo'yibdi. Juda ham ko'p tomoshabinlar mana shu ochiq oydin videolarni menga tashlab o'z fikrimni bildirishimni so'rab qolishdi. Va to'g'risini aytsam hayronman, mendan qanday fikr bu joyda xohlashyapti bular. Chunki o'ylashimcha deyarli har bir kishi bu borada bir xil fikrga ega bo'lishi mumkin. Ushbu rossiyalik yigit qilgan ish kechirib bo'lmaydigan jirkanch va vahshiy ish va afsuski ushbu qilmishining natijasida 10 yoshlik go'dak, begunoh go'dak o'lib ketdi va uning oilasi endi butun umr aziyat chekadi, o'zini kechira olmasdan yashashadi. Shu fikr. Yana qanday bo'lishi mumkin? Bu joyda bir xil bo'lmasligi mumkin bo'lgan narsa bu faqat xulosa. Mana shu hodisadan kelib chiquvchi. Va afsuski ko'rdim bir nechta o'zbek vlogerlarini bu boradagi xulosasini ushbu videolarni olib qilishyapti. Ular usiz ham mana shunday nafratlanuvchi, nafrat qo'zg'atuvchi hikoyaga qo'shimcha nafrat qo'shishyapti. Qara, ruslar mana shunday iflos bo'ladi, qara mana shunday xullas kofirlar ham dinni aralashtiryapti, ham madaniyatni aralashtiryapti va battar mana shu millatchilikni qo'zitishyapti. O't qo'yib battar. Mening afsuski bu joyda xulosam ularniki bilan bir xil emas. Bu xulosani aslida men ancha oldin qilib bo'lganman, bundan oldingi hodisalardan. Endi meni so'rayapsiz ekan mening fikrimni. Fikrim bir xil bo'lsa-da, xulosam boshqachaligini hozir sizga tushuntirib beraman va nimaligini. Qisqa qilib aytganda bu borada xulosam ayb o'zimizda. Yana bir bor qaytarib o'taman. Men hozir bu rossiyalik yigitni oqlamoqchi emasman. Kechirib bo'lmaydigan ishni qilgan bu bola jirkanch, vahshiy va uni umuman qamoqqa tiqib qaytib chiqarmaslik kerak va hokazo. Tushunib turibsiz. Lekin umuman olganda ayb bizning yurtdoshlarimizda deb o'ylayman. Bu mening xulosam. Albatta-ki qo'shilmaysiz. O'rganib qolganman mening tanqidiy xulosalarim shunday bo'lishiga. Qabul qilinmasligiga ko'pchilikka. Nima demoqchiman? Keling endi to'liq tushuntirib beray. Ushbu xulosamni tushuntiruvchi ajoyib bir maqol bor, maqol, poslovitsa. Ruschalab "В чужой монастырь со своим уставом не ходит". Agar tarjima qiladigan bo'lsangiz, birovning cherkoviga o'zining amaliyotlari bilan kelib bo'lmaydi. Mana shu. Yoki inglizchalab ham bor, xuddi shunday ma'noga ega. When in Rome, do as Romans do. Tarjima qiladigan bo'lsangiz, Rimda bo'lsang, rimliklar kabi ish qil. Mana shu tarjimasi. Ma'nosi nima? Boshqa yurtda bo'lsang, o'zligingni unut. Mana shu boshqa yurtdagilar kabi bo'l. Boshqa yurtdasan. Ya'ni misol uchun mana men hozirgi vaziyatimni tushuntirib beray. Men Xitoydaman. Va bilasizmi? Xitoyda mana necha yildan beri yashayapman. Hech qachon menga nisbatan qandaydir nafrat ko'rmaganman Xitoyliklardan. Sababi men umuman qandaydir Xitoyliklardan farqim yo'q hayot tarzimda. Xitoy tilida gaplashaman va harakat qilaman mana shu местный, mahalliy jargon bilan gaplashishga Xitoy tilida. Iloji boricha toza tilda gaplashishga. Ular yeydigan ovqatlarni yeyman, hech qachon burnimni jirmayman va hokazolar. Ularni har holda Xitoyliklarni oldida ularni tanqid qilmayman. Xullas to'laqon hurmat qilaman. Meni umuman Xitoylikdan farqim yo'q, basharamdan tashqari. Shu. Mana men to'laqon mana shu maqolaga amal qilgan holda yashayapman. Muammoim yo'q. Yoshligimda juda ham ko'p yillar Rossiyada, yoshligimni ko'p yillarni Rossiyada o'tkazganman va endi mana keltiraman. Afsuski biznikilar, bizning yurtdoshlar mana shu maqolaga umuman rioya qilmaydi odatda. Ko'p qismi, barchasi demoqchi emasman. Va aynan shu sababli men Rossiyadaligimda to'g'risini aytsam o'zimni o'zbekistonlik deyishga or qilardim. Sababi mening yoshligimda o'sha davrda, necha yillar oldin allaqachon rossiyaliklarda mana shu o'zbekistonliklar, umuman mana shu SNG davlatdagilar haqida juda ham salbiy tasavvur shakllanib bo'lgan edi. Odatda mana shu qandaydir rossiyalikdan o'zbekistonliklar haqida nima deysan desa, ulardan mana shunday fikrlar kelishi mumkin. O'qimishsiz, saviyasiz, madaniyatsiz va hurmat qilmaydigan va har joyda o'zini dinini tiqadigan shunday odamni tasvirlab berardi. Odatda rossiyaliklar.
o'sha davrda, hozir undan battar. Aynan shu sababli orqalardim o'zim o'zbekistonlikman deyishga. Va haqiqatan ham ko'chaga chiqqanimda, misol uchun, mana shu bir burchakda bir guruh o'zbeklar, yana bitta achinarli tarafi, ular guruh bo'lib yurishardi o'zbeklar Rossiyada. Bir guruh o'zbeklar va oldidan qandaydir rus ayol o'tib ketsa, ochiq kiyingan. Devishka, xo'chish, skolka deb xullas mana shunday achinarli, sharmandali gaplarni gapirib yoki ovqat haqida gap ketganda rossiyaliklarning oldida rossiyaliklarning ovqatini yomonlab, kerak bo'lmagan joyda o'zini dinini tiqishtirib, tushunib turibsiz, Rossiya masihiylar davlati. O'zingni qisib yurishing kerak diniy haqida, yo'q bunday tushunchalar. Mana shunday garillab tushundingiz. Afsuski, mana shu sababli rossiyaliklarning aksariyatida mana shu SNG davlatdagilar haqida juda ham salbiy tasavvur shakllanib bo'lgan va mana shu tasavvur borgan sari kuchayaveryapti. Qo'shimchasiga bizning mentalitetimiz sababli. Rossiyaga biznikilar ishga borganda nelegal, ya'ni soxta dokumentlar bilan yoki umuman dokumentsiz ishga kirib, plus mana shu narsalar bilan barchasi bilan battar qilishyapti. Bori mana shu vaziyatni va shu bilan tushundingiz. Misol uchun, tanishlarim aytishicha, maktabda mana shu bizning yurtdoshlarimiz ruslar privet deganda biznikilar assalomu alaykum deb javob beryapti ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni men keltirgan maqolaning ayni aksi. Bu misol uchun men rus bo'lib turib, men rus sifatida o'zimning davlatimda, o'zimning tilimda, o'zimning madaniyatim bilan sizga privet desam, siz menga assalomu alaykum desangiz, meni nafrat qo'zg'aydi sizga nisbatan. Nimaga mening davlatimdasan, nimaga mening tilimda gaplashmayapsan, nimaga men kabi bo'lmayapsan degan menda fikr paydo bo'ladi. Shuning uchun shu xulosam ayb o'zimizda, o'zimiz mana shunday nafratni yaratib qo'ydik va bu nafrat borgan sari oshyapti va mana endi nafratning qurbonlari chiqyapti. Bolada ayb yo'q, bu go'dak bolada. Lekin mana umumiy xulosa. Agar siz boshqa davlatda yashamoqchi bo'lsangiz, iltimos mana shu maqolani eslang. O'zga davlatdamisiz? O'zga davlatdasiz, o'zligingizni unuting. Agar o'zga davlatda yashamoqchi bo'lsangiz, o'zligingizni unutgingiz kelmasa, bo'lmasam o'zingizni davlatingizda ko'tingizni qisib o'tiring. Shu juda qo'pol bo'ldi, lekin umid qilamanki tushundingiz degan umiddaman. Shunaqa gaplar.